Balalık devrimni eslashni xohlamayman. Chunki balalık devrim balalarga xos bo'lmagan kechirimchilar bilan to'lgan. Gerçi yavoylik va logiksizlik bilan to'lgan balalık devrimni qaytarib kelish qo'limdan kelmasa-mu, ota-onamning jumladan atrofimdagi kishilarning orzu istaklarining men izlangan yashash usuli emasligidan gumonlanish tamoman qo'limdan keladi. Hayotimni oddiylashtirish uchun tirishgan sari uni murakkablashtirib oldim. O'tmishimdan zarlangan sari texmi nachar o'tmishga mubtalo bo'ldim. İnkar qilgan har bir reallik menga jin bo'lib choplashdi. Hayotlik energiyalarimdan mangulik dvigatel yasash xiyollarim barbod bo'ldi. Ardim, charchidim. Ko'zimni ochgan sari ko'rolmadim. Oxiri ko'zimni yumdim. Ko'rganim o'zim bo'lib chiqdi. O'zimning hozirdan iborat bir reallikda yashayotganimni his qildim. Kelgusidan kelgan g'am andisha, o'tmishimdan kelgan pas his to'yg'ular g'oyib bo'ldi. O'zimning tafakkuriga, muddaga ega bo'lgan ijtimoiy mavjudot ekanligimni to'nib yetdim. Shunda qilib men psixologiyani tanladim. Yo'q. To'g'ri qilib aytganda psixologiya meni tanladi. Kallamdagi nurg'un chigish savollarga javob topildi. Shundaqla nurg'unlagan savollar paydo bo'ldi. Men asta-asta o'zimning kontroliga o'tishga boshladim. To'yiqsiz o'zim o'rgangan psixiki savodlarni texmi ko'p kishilar bilan o'rtoqlashishni to'g'ri topdim. Undaqda darsligimni o'zimga xayrxo'sh deyish orqali boshlayman. Ali Qurbon. Yaxshimisilar savatdoshlar. Bugun mening sizlarga so'zlab berdiganim irodasizlikning shakllanishi. Irodasizlikning shakllanishi degan nima esa, odam qandoqlab irodasiz bo'lib qoldi. Yoki biz qanday vaqtda irodalik bo'lay debmi, irodalik bo'lanmaydi. Ham nurg'un o'quvchilar bo'lsin yoki nurg'unlagan jamiyat chiqqanlar bo'lsin, o'zining irodasining og'ir darajada komilligini his qildi. Doim bir ishni qilaman deydi, oxiriga chiqolmaydi. Dastlabida intan qizg'an, keyin qizg'in emas. Yani bazılarının çoğum iradalik bol degan gaplarni anglaymiz. Amaliyot bu xil an'anaviy usul ekan. Boshqalarning iradalik bol degan gaplarni anglasa, uni irodasiz qilydi. Bu qanday gap? Biz buni yili darsimiz orqali buni so'zlaymiz. Shunga bugun mening asos so'zlaydiganim odam irodasiz qilib qo'ydigan nurg'unlagan psixikada mexanizmlar bor. Bu odamlar irodasiz bo'lib qolmaydi. O'zining psixikasi shuningga so'rab bordi. Agar biz bu mexanizmlarni arigan vaqtda odam o'zining qilayotgan jarayonlarda ma'nosidan ko'ng suygan vaqtda yoki ma'nosi qizg'inlik qolmaganda yoki unda bir xil harakatdan kuch qolmagan vaqtda mushkil mexanizmlar orqali balkim u o'zining irodasini mashq qildira olishi mumkin. Albatta iroda mashq qildirish qandaqdir bir eg'iz gap bilan shakllangan narsa bo'lmasdan, u mo xuddi muskullarni mashq qildirgandek bir o'gindigan, taraqqiy qildiradigan mundaq bir narsa hisoblanadi. Unda bo'lsa bugungi darsning darsida men xatolik pravsi degan bir uqumni tushundirman. Xatolik pravsi degan nima? Xatolik pravsi deganimiz odam ma'lum bir yaxshi qilgan bo'lsa, yoki yaxshini o'ylagan bo'lsa, u darhol o'zining ash yaxshi qilganlik uchun yoki yaxshini o'ylaganlik uchun o'ziga bir xatolikka o'tkazishga yo'l qo'yish. Masalan, men sizga bir tajribam deb beray. Shirkatning oldida men o'zimning o'quvchilarga mundaq bir topshiriq berdim. Ya'ni bugun qaytib sizlar kelgusida qildigan yaxshilaringlarni yezib 200 xatlik qilib buni bir maqola yozib kelinglar dedim. Shundan bular atis kelgan vaqtda bir liti bir hodisa yuz berdi. Nima degan vaqtda shu kuni ularning kechki nisbati o'rlab ketdi. Unda biz tasavvur qilaylik. Bolalarning kechki nisbati nima ish o'rlab ketdi? 200 xat. Bu jiq bo'lsa yoki 1 soat yoki bo'lmasa yarım soat vaqt oldi. Undas ularning kechki nisbati nima ish o'rlab ketgan? Chunki ular kallasida yaxshi qilganlik, yaxshi qilaman deb o'ylagan nimasi uning bir xushallik tuyg'u paydo qilib qo'ydi. Shunga u
bu xushalik tuyg'u uchun hozir shu o'ziga bir xatolik o'tkazishga bir qatim fursat berib turib oldi. Biz bu nima deymiz? Xatolik pravasi. Nurg'aning dasbida boshlab ishlarni oxirida davomlashtirmasdan hammasi nima degan vaqtda ular eng oxirgi o'zining nishonini unutib qolib, shu qilish jarayonidagi o'zining yaxshilarini o'ylab bu yaxshi uchun o'zi bir qatim mukofotlaydi yoki o'ziga bir qatim bir huzur berib turib olishi mumkin. Masalan, bir odam 10 kilo uruqlayman dedi. O shu kundan boshlab badan mashq qildi dedi. Bir kun mashq qildi, 2 kun mashq qildi, chidadi. Onunğa tirishdi, irodasi bo'ldi. Ammo bu 2 kun vaqtida o'z mashq qilish maydoniga borgandan keyin, mashq qilgandan keyin u o'zida bir xil faxr his qilinib qoldi. Bu xil faxr uning psixikasini paydo qildiysa, o'zini bir qatim mukofotlash. Bu mukofotlash nima bo'lishi mumkinsa, 3-chi kuni bormas mumkin. Çünkü 2 kun bağlılık tüpeyli 3-cü günü bağmaslıkını çokum ben iriş digişlik bir suyunca dep oylap kaladı. Ya komsa bir hizmetçi 8 saatlik işini tügütüp mu bir şirket işleydiğen işçi 8 saatin keyin 9 saat işletken bolsa o 9 saat işlegenlik için bir yaxşı qilganlik için şirketke belki o şirketning az to'la shaxsiy pulini yoki bo'lmasa shaxsiy narsasini ishlatib olish mumkin yoki o'g'irlab olish mumkin. Nima qilsa, o 9 saat ishlaganlik uchun o'zini bir qatim mukofotlashga yuzinib qoldi. Biz buni xatolik farqi deymiz. Yoki bo'lmasa bas erlar. Bir er masalan o'yining barliq chiqimini ko'targan bo'lsa, masalan o'yining nima deb qo'yamiz, qarz puli bo'ladi, o'yining chiqimlarini butunlay er ko'targan bo'lsa, bu erning axloqidan chetnab ketishi, ya'ni nikoh sirtidagi ba'zi ishlar bilan shug'ullanib qilish imkoniyat mumkinchilik kuchli bo'ldi. Chunki bu er o'yining barliq nimasini o'z ustiga olganlik uchun uning bir xil xushallik tuyg'usi, muvaffaqiyat tuyg'usi paydo bo'lib qoladi-da, u darhol ba'zi ezib ketishi mumkin. Demek, xatolik pravsi degan nimasi? Xatolik pravsi dal odamlarni eng oxirgi nishoniga bormasdilla, u shu nishonga yetish jarayonidagi ma'lum ushaq-tushak yoki shu bosqichdagi muvaffaqiyatidan huzurlanib, shu muvaffaqiyat uchun o'zini nachar bir yoki ashning nishoniga yetkazishga qarshi tuzadigan ma'lum ish bilan mukofotlab olishni biz nima deb ataymiz? Xatolik pravsi deb ataymiz. Yoki ba'zi o'quvchilar imtihonga tayyorlik qilish uchun qattiq tirishdi. O 4 soat o'rganib o'tdi. 4 soat o'rganganda u bir xil tirishqan tuyg'uga kelib qoldi. Bu tirishqan tuyg'u nimaga da'vat qilish mumkinsa, balkim bu darhol kompyuter o'ynab turish mumkin yoki taloq chiqib to'p o'ynash mumkin. Chunki 4 soat o'rganish qilganlik uchun o tuyg'u uningga bir qatimliq mukofot berib qo'ydi. Asli bu o'quvchining asli maqsadi nimasi? Asli imtihondan yaxshi numar olish yoki bilimli bo'lish. U uni unutib qoldi. Yoki biz bayatning misaldagi eliq badan mashq qildirgan odamning asli eng oxirdagi nishoni nimasi? Asli uning nishoni 10 kilo uruqlash. Ammo o 2 kun mashq qilib, mana 2 kunlik mashqni o'zimning ufqi deb o'ylab qoldi-da, bu ufq uchun 3-chi kuni uning bormaydi. Yoki 3-chi kuni o balkim o'zining eg'irligiga mos keladigan ba'zi ishlar bilan shug'ullanish mumkin. Buni biz xatolik pravsi deb ataymiz. İkincisi, ayetining bugunga pravo berishi. Nurg'un odamlarda psixikada tug'malam qanday o'ylaydi desa, ayetini intayin ko'p vaqt hisoblaydi. Ya'ni ayetda bugun qaraganda oz deganda 6-7 soat ushiqdek hisoblab oldi. Yoki ayetda u intayin bir xil kuchli energiyasi bordek his qilib turib oladi. Yoki ayetda hamishlar o'ngishilib ketgandek his qiladi. Men o'tganda o'quvchilarga bir sınaq yapadım. O'quvchilarga ayat qildigan ishinglarni yezib chiqinglar, chuqum amaliy bo'linglar deb topilab tursammi, %80% o'quvchining yozgan nimasini bir ayatni bir kunda emas, 3 kun oran urundab bo'g'il bo'lgan narsani biroqla ayat qildiganga yozib olgan. Unda shu 3 kunda qildigan ishni ayat qilaman deganlik uchun bugun nima ish qildiysa, bugun o'ziga pravo beradi, bugun asosiyatdan qilishlik ishni qilmaydi. Çünkü o ayatni odamning kallasida 3 kunga hisob bo'ldi. Buni u amaliy o'ylayman deysimi, uning mingisi psixikasi tabiiyla ayatni shundoq nima deymiz, uzun, cho'ng ko'rsatib qoldi. Shunga bizmish irodasilik jarayonida ayatni o'ylagan vaqtda mushining bak diqqat qilish kerak. Bu tug'ma ayatni bizni aldab qo'ydigan gap. Amaliyotda bugun bilan ayatga vaqt o'xshash 24 soat bo'ldi. Biroq ko'pincha ahvollarda ayatda odamga shundoq kuchli ko'rinadi. Uning ustiga ba'zi odamlarga ayatda intayin bir xil qobiliyat qilib ketgandek, ayatda
o intayin bilimli olib ketgandek, ət o intayin bayılab ketgandek his qildi. Nurg'un yoshlar o'zining ətisini intayin baydek his qildi. Bugun şuna o ət bay bo'lgandan bugun o asosiyatdan pul yig'ish xolamaydi. Yoki pul xejlashni o to'g'ri deb o'ylaydi. Nima qilsa o ət uchun bugunni asosiyatdan qurbon qilaverdi. Mana bumi nurg'un yoshlarning odatda shu hisos yig'olmasligi, boylik to'playolmasligi birdan-bir sabab. Mesela ma'huquqchi. Bu huquqchining kallasida bu ət intayin tirishchan ko'rindi. Yoki o'gilik tirishchan, yo kelgusi tirishchan ko'rindi. Shuni bu to'liqlay olmayman deb o'ylaydi. Shu sababli bu nima ish qildi desa, bu kompyuter o'ynayotdi. Bu xotirjam o'ynayotdi. Nima ish qiladigan vaqtda buning nisbatan ata bugun pro beryapti. Unda esa bu xil hozirni qandoq tusimiz? Men nurg'a odamlarning o'zining qilayotgan ishlarini faxrlanganini ko'raman. Masalan, har qanday ishlardan shug'ullanib faxrlandi. Bu xil faxrlanish tuyg'usi amaliyat nima paydo qilib qo'ydi desa, uningga ikkinchi qatim bir xatolik sodir qilishni uqtirib qo'ydi. Shunga o'tganda bir leksiyasimni ismiga men odamning yaxshi qilishi uningga yaxshi qilishi yaxshi emas deb qo'yib qo'ydim. Nurg'a odamlar buni tushunmadi. Bu yaxshi qilish nima yaxshi emas? Chunki bu yerda bir narsani, chunki biz qilayotgan ma'lum ishimizni yaxshi deb turvasak, bu yaxshi deganligimiz uchun bizda bir xil tuyg'u paydo bo'ldi. Ya'ni bir eskishqa, ya kichikroq bir xatolikqa yo'l qo'yib qo'ygan bo'lamiz. Unda esa bir odamning qilayotgan ish yaxshi emas, masalan, deb o'ylaylik. Bir odam har kuni etgan qopdi, yoki bo'lmasa intayin tirishdi. Bir balaning tirishqinini misol qilaylik. Uning tirishqinini u bilan bu bir yaxshi qilyapman deb o'ylasa olmaydi. Chunki buni tirishishni yaxshi qilyapman deb o'ylasa, o darhol bu yaxshining o'rnini to'liqlayib yetadi. O'zini mukofotlaydi. Nima ishlansa o'ynash orqali. Unda esa bir narsa qiyos qilaylik biz. Zodi bizning asli holatimiz nima? Bir odam qilgan yaxshini mukofotlasa, u chaqda bu nima tushuntirdi-sa, asli odam nacharti deganini bildirdi. Amaliyotda bolaning tirishi yaxshi bo'lmasdan as qilishlik ish u. Bir yosh bolaning pul tepishi yoki pul yig'ishi uning qilib ketgan yaxshi bo'lmasdan asli qilishlik ish. Agar u pul tepishni yoki pul yig'ishni yaxshi ish deb o'ylab olsa, u chaqdaning asli holati nima bo'ldi degan vaqtda nachar hisoblanadi. Unda esa odamning ikki nusxasi deganni belgilaylik. Nurg'a odamlar o'zini ma'qul nachar o'ylaydi. Shuninglar har qatim yaxshi qilgan vaqtda xo'sh bo'ladi. Yaxshi qilgan xo'sh bo'lganlik uchun bu xil xushallikni mukofotlaydi. Amaliyotda odamning asli nusxasi nachar bo'lmasdan yaxshi. Nurg'un qilayotgan ishlar odam asli qilishlik ishlar. Uning badan sog'lom qilishi, tirishi, kitob o'qishi, erning masalan o'yining yenik yuklarini, egrinik yuklarini ko'tarishi, nurg'un ishlar amaliyotda odam bo'lishlik asli yaxshilar, asli nusxasi shu odamning. Ammo hozir odam nima ish qilyapsa, bu qilgan ishlarni alayda yaxshi deb bu yaxshiga bir mukofot, nachar ishga mukofotlab turdi. Bunday odamlarning bu xilatni biz nima deb yakun chiqara olamizsa, demak odam nachardi, u yaxshi qilgan vaqtda xushal bo'ldi, shunga mukofotlash kerak. Bu xato ahvol. Asli odamning nusxasi ma bo'lmasdan nima bo'lsa, ma nusxa bo'ladi. Shunga biz cho'qim avval nishonni bekitishimiz kerak. Masalan, biz yanlar badan mashg'ullik aylik odamga yana qaraylik. Uning asli 10 kilo uruqlishi asli nishoni. Hargiz u bu badan chiniqtirish sarayga 2 kun berishi nishon emas. Ammo bu 2 kun beribla nishoning yetgandek o'ylab qoldi. 2 kun beribla o'dingda bir xushallik, muvaffaqiyat tuyg'usi paydo bo'lib qoldi. Shunlar 3-chi kuni bormidi. Bu jarayonda u nima unutib qoldi desa, o'zining asli ultimat nishonini, ya'ni 10 kilo uruqlash nishonini unutib qoldi. Bir o'quvchining asli tirishishi o nishon emas. Tirishning oxirdagi natija nishoni. Biroq u 2-3 kun tirishiblar, yaxshi holat keldida, uning bir xil muvaffaqiyat tuyg'usi paydo bo'lib qoldi. O 3-chi qatim o'zini mukofotlab tirishmidi yoki bo'lmasa o'ynab oldi degan gap. Shunga sizlar irodasizlik masalasiga kelgan vaqtda o'zining hayotidagi, o'zining turmushdagi eng chong nishon zot nima edi? Bu nishonga berish jarayonidagi bosqichlar jarayonida o'zining mukofot sanalmaydi. Bu mukofotlashning o'zi amaliyotda shu qilayotgan ishlarni nolga aylantiradi. Shu nurg'un yosh bolalar boshlaydi, chekindi, chekindi tugaydi. Yana bir misol. Bir odam 1 million yig'moqchi. Uning asli nishoni nima desa 1 million. Ammo u 1000 qo'y yig'di, muvaffaqiyat qozondi. Ammo uning asli yig'moqchi bo'lgan nima desa 1 million. Biroq bu 1000 qo'y yig'gan odam o'zining xushal bo'lib ketib,
o yüz belki 500 koyun heyli için mümkün. Akuşalık tuygusu var. Aslı onun aslı nişanı neyse 1 milyon tepiş. Onun az hergiz nişanı arlık jarayandık emas. Şuna nurgunda vaqtlarda sizlar qilib atqaningizlarga hergizmi bu yaxshi ish deb baho bermanglar. Qachon siz mushni men yaxshi qildim, yaxshi ishmish qilib atqanim degan shu tuyg'uda odam bir nachar ishni keltirib chiqardi. Şuna biz şu kundalik ish tartibimizda qilib atgan ishimizni hergizmi yaxshi demayli. Asli u bizning aslimiz shunda yaxshi. Shu asli biz qilish tegishlik ish. U hergizmi biz nachar. Bizni qilib qo'ygan ishimiz Şop qalsa, o çağda bu vaqtda xatalık pravası nemish qildi olsa, xatalıqqa prav berib qo'ydi da, o chuqur bir xatalık sodir qildi. Shuna mushu nuqtada hergiz ezib ketmanglar. Bu men sizlarga bugun so'zlamoqchi bo'lgan xatalık pravası. Ondan sonra xatalık pravısı nazariyasida tushunmagan narsa so'zsam bo'ldi. Siz. Undaq bo'lsa so'rab qo'yaylik ma'lum. Mushundaq bo'lsa odam har bir qitim ishni qilib, shu o'zidan rozi bo'lganda yoki bir xil shunday hayajon his qilgan vaqtida, shu o'zimizni, o'zimizga nisbatan bir xatolik pravasi berish oldida bir xavfi bor deb o'ylasak bo'lamdi. Bo'ladi. Odam eng cho'ng xato qarorini qachon chiqardi desa, xushal vaqtda chiqarib qo'ydi. Ma'lum ishni ufti qozongan vaqtlar intayin diqqat qilish kerak. Masalan, ba'zi olqish qilishga odamlar ko'p vaqtlar ichida, chavak ichida yaşayan adamlarda tuyuqsuz üzü xatalık bir pravas berishning miqdori sal ish bordi. Nimishqa degan vaqtda bular ko'p jarayonda to'xtamay chavak ichida cho'ng bo'ldi. Asli bularning asl g'oyat nishon nimasi yaxshidan bulash. Hargiz chavak emas. Ammo u chavakni yaxshidan bulash jarayonidagi erishgan chavakni o'zining eng oxirgi bir xushallik paydo qildigan muvaffaqiyat tuyg'usi his qilib olgachqa, u balkim shu tufayli ma'lum bir o'ziga xatolik berishga, sodir qilishga yo'l qo'yish mumkin yoki shuningga intilib qilish mumkin. Shuning bilan uning aslidagi nishoni, yaxshidan bulash nishoni mushahidlam tugab ketib qolgan gap. Shunga biz chuqur o'zimizning asli nishonimiz nima edi? Bu jarayon ketib qolgan narsa bu jarayonmi yoki muvaffaqiyatmi? Mushunga diqqat qilmasak, bu nishonga hargiz berib olmaymiz. Nurg'un yoshlarning nishoni baramas sababning o'zi boshlanish yaxshi. Har qanday bir yosh inson muvaffaqiyat intilmaydigini yo'q. Ama hem avval qila oladi buni. Ama qilish jarayonida o jarayondagi ma'nosini tamomlab bo'lgandikilar, o'ziga darhol chekinish uchun bir qatam xatolik yo'l qo'yib qo'ygan gap. Masalan, o 3 qadam borgandan keyin xushal bo'ldi. Xushal bo'lgan vaqtda o o'zini mukofotlaydi. Mukofotlashmasa o'tirib verish. Ya'ni o'tirib verish orqali o'zini mukofotlaydi. Shundan o balkim o'tirash kunab qilib keyin mengish qo'shaqmaydigan. Hatto o'zining asli nag berishini unutib qilib mengishni o'zining birliqi 3 qadam mengishni o'zining eng oxirgi muvaffaqiyat cheki qilib hisoblab olgan bo'lishi mumkin. Shundan u o'zini o'tirash orqali mukofotlagan bo'lishi mumkin. Undaq bo'lsa har bir yosh shu irodaga qarab shu mangan shu yo'lida masalan har bir kichik qadamlardan masalan muvaffaqiyat bosgan har bir kichik qadamlardan o'zidan rozi bo'lib xushal bo'lishi mumkin. Unda otadan shu o'ziga shu xatolik pravasini qandoq ogohlantirish shakli orqali saqlanguly bo'ldi. Yaxshi savol. Albatta u har bir bosqich tamomlaganda uni xushallik tuyg'u paydo bo'ldi. Bu tuyg'uni hargiz biz sen bunda tuyg'u bo'lmaydi desak olmaydi. Chunki bu tuyg'umi uni balkim olg'a bostirib turishi mumkin. U har qatam bir bosqichni tamomlagan xushallik tuyg'u paydo bo'ldi. Har qatam tamomlagan vaqtda u nima diqqat qilish kerak degan vaqtda o'zining asli nishonining nima ekanligini. Mushni to'xtamay o'ziga ogohlantirib turgan vaqtda u ondan qadam shuningga yaqinlab qoldi. Agar bu xil nazariyani tushunmagan vaqt bo'lsa, men bu yerdan degandek nurg'unlari ma'lum bir bosqichda asosiyatdan chekinib yoki bo'lmasa o'zini mukofotlab qo'ydi ahvollar shakllandi. Endi men sizlarga ikkinchi nazariyani so'zlayman. Ikkinchi nazariyasimizning ismi nur chambaraki effekti. Nur chambaraki effekti degan nima desa, ma'lum bir xato ish borda, bizni turmushimizga, bizning taraqqiyotimizga ta'sir qilgan tusoqdan xato ish bor. Ammo buning yanında kichik bir yaxshimi bor, foyda. Ham nurg'un odamlar qanday qildi desa, ma kichik ishni o'ylablar, o'ziga bana tepib,
ma ishkilisini bıraklam. Yani ma kichik paydalıq kichik ishni deb uning ziyonliq cho'ng ishni birga qilish. Masalan bir misol ko'rsataylik. Bir uruqlashni maqsad qilayotgan, uruqlashni nishon qilayotgan bir ayol mayliq tomoqni yemaslik uchun tirishdi. Unda bo'lsa buning oldiga mayliq go'sht, qashlangan, besilgan polodun birisi kelib qoldi. Şundan bu polon men yesem bo'lmaydi, men uruqlatdim, men simirib ketsem bo'lmaydi deb irodasi bo'ldi. Ammo tuyuqsiz bu polonning yoniga biz bir taqsa so'qsa yoki bir taqsa palik yoki chinse ko'k yeshil narsalarni yeshil ko'klarni qo'yib qo'ysak, bu ayol balkim buning shiklisini yeyishi mumkin. Nimish qolsa, u kallisini deb o'ylaydi bo'lsa, yeshil yemeklikni o'ylab, uning badniga foydaliligini o'ylab, polonimi shundan yeyitish iftini biz unum ta'tirini biz nurcham iftimiz. Bu yana qanday vaqtlar shakllandi desa, ba'zi ayollar masalan do'kon cho'glab etib 10% bas tushgan bo'lsa ma'nasini, yoki 20% bas tushgan bo'lsa, voy buni 20% bas tushdi deb balkim o'zi zarur bo'lmagan, ehtiyojli bo'lmagan narsani nurg'uni setib olib keladi. Uning kallasida bas tushganni o'zi uning bir yaxshi foydali deb nachar narsalarni biroqlam zarur bo'lmagan narsani yig'ishtirib qo'ydi. Eng oxirida iqtisodiy qarz tushdi desa, nurg'un pullarni ziyon tortgan. Yoki bo'lmasa Bəlm adamның jıraqdan bir tuqqunga qoldi, do'stga qoldi. Bu do'stini mehmon qilish tufayli u balkim hatdan ziyoda mehmondoshlik qilaman deb balkim aroq yoki bo'lmasa tamoq qatorliqlarni birga iste'mol qilish mumkin. Yoki bo'lmasa hatdan oshgan holda pul xejitish mumkin. Endi u aslining ziyon nimasi? Ash so'rindiki uning badaniga nisbatan ziyonliq bo'lgan narsalar. Biroq u nimani o'ylaydi desa, do'stini mehmon, do'stini ko'nglini elishdek, ma do'stini ko'nglini elishda, ma chungi uning badaniga ziyonliq narsa. Demak bu ma'ni o'ylab turib, ma'nim iste'mol qiladi. Demak kichik bir yaxshi ish nur chechib, cho'ng bir eskishning yoki yomon odamga ziyonli ishni butunlay nur chambarak bilan to'sib o'tishi mumkin. Shunga biz buni odatda nur chambarak effekti deb ataymiz. Undan so'ng mening sizlarga so'zlaydigan 3-nazariyam dopaminni tushuntirish. Dopamin tushuntirishdan burun biz Montreal universitetidagi yosh psixolog James Oldning bir psixik tajribasini misol qilay. James Old bir chashqanni tajriba qilgan. Ya'ni chashqanning mingisidagi ma'lum bir yerga elektr do'lqini, ya'ni elektr simni ulash orqali asli chashqanni qo'rqatmoqchi. Chunki chashqanning eng qo'rqaydigani elektr do'lqini. Hamda odamni hayron qoldirgan nima bo'lgansa, chashqanga bu elektr do'lqinni bergan vaqtda chashqan o'z elektr do'lqini erishgan yerga to'xtamay o'zini atgan. Asli tajriba qanday bo'lishi kerak desa, bu elektr do'lqin kelgan yerdan qechish kerakdi. Ammo amaliy tajribada qanday bo'lib qolgansa, chashqan to'xtamay elektr do'lqin qo'zg'algan yerga o'zini atgan. James Oldning bu tajribasi xato ishlanib, tuyuqsiz mingidagi yan bir rayoni tep qolgan. Ayni vaqtda Jamesning yakuni qanday bo'lgan desa, balkim biz bilib bilmay mushu chashqanning xushalliq tuyg'usi paydo qiladigan ma'lum ya'ni qo'zg'ayotga o'xshaymiz deb bu mingidagi bu rayonga xushalliq rayoni deb o'tda qo'yib olgan. Ammo keyin davlat psixolog His, ya'ni Tulane universitetidagi His bu tajribani odam ishlash orqali odamdimi shu mingisining ashirini g'idiqlagan vaqtda bu g'idiqlangan tarafga to'xtamay borganligi yoki shu kunupkini g'idiqlash keltirib chiqarayotgan bu kunupkini to'xtamay besayotganligini hatto holsizlangicha kunupka bosganligini bayqagan. Ammo bu odamni so'rgan, siz mush kunupkini harakatdan bosganda xushal bo'ldingizmi deganda xushal bo'lmagan. Ammo nima ish bossiz desa, xuddi xushal bo'ldigandek tuyulib ketgan menga degan. Unda bo'lsa, psixologlar bu tajribani taraqqiqildirib nima deb chiqdi desa, mingidagi shu rayonni g'idiqlagan vaqtda mingida dopamin deb ataladigan bir neyrotransmitter. Neyrotransmitter deganimiz nerva signallarini tushug'ich hormon, xuddi aminokislotasiga o'xshab bir tushug'ich hisoblanadi. Ya'ni nerva shakllangan signallarni. Dopamin degan narsani qo'zg'aytirganligi. Bu dopaminning o'zining asli xushallik paydo qilmaydiganligi, ammo odamga bir xil xushallik erishadiganidek tuyg'u paydo qiladiganligini deb chiqqan. Unda odam badanidagi bu dopamin zodi odam badanida
nimada paydo bo'lib qolgan? Chunki bizning badimizga hech qanday bir suyuqlik yoki hech qanday bir a'zoimiz yoki hech qanday bir hujayrimiz ushib kelib qolgan emas. Unda dopaminning paydo bo'lishi insonlar uchun nimani zot tushuntirib beradi? Amaliyotda dopaminning paydo bo'lishi odamni harakatlantirib turdi. Uni harakatsiz holatdan harakatlantirib turdi. Dopamin bo'lmasa bo'lsa odam hech qanday harakat qilmaydi. Masalan, dopamin nima ish qildi deganda, tomoqni yesan xushal bo'lsan deb tomoq zo'rlaydi. İşlesan xushal bo'lsan deb ishqi zo'rlaydi. To'y qilsan xushal bo'lsan deb to'y zo'rlaydi. Balliq bo'lsan xushal bo'lsan deb baliq zo'rlaydi. Mashina olsan xushal bo'lsan deb mashina og'izdi. Demak, bu to'xtamay insonga xushallik to'g'risida va'da berish orqali odamni aldirmay nega boshlab bordi bo'lsa, harakatga boshlab bordi. Masalan, kilinikadagi Parkinson kasalini misol qilaylik. Parkinson kasalining alaylik nimasi? Parkinson kasalida hech qanday harakat bo'lmaydi. Shunga Parkinson kasalini davolash uchun doktorlar nima bo'lsa, dopaminni ukol qilib urdi. Ukol qilib bo'lgandan keyin Parkinson kasaliga giribtor bo'lgan odam passivni turvelishdan harakat qilishga qarab maqdi. Agar bu dopaminni butunlay elib etsa, masalan, chashqandan kallasidan dopaminni butunlay sug'urib elib etgan. Bu chashqan nima bo'lgansa, qarab turgan. Irimchik bo'lsa-mu, uning intilish bo'lmagan, ammo irimchikni yegan, huzurlangan. Ammo irimchikni oldi qo'yib qo'ysimi, uning etilib bo'lmagan. Demak, dopaminning asli odamni paydo bo'lishining asosiy sababi nimasi? Odamni bir xil xushallik va'da berish orqali ani qilsa deb uni intildirishdan darak berdi. Ammo bugun kun kelganda dopamin nimaga kirishtirib qo'yatsa, odamni ma'lum narsaga xumo qilib qo'yatadi. Ya'ni odamga to'xtamay ma'lum narsa orqali xushal bo'lsan deb va'da beryapti. Masalan, shu nurg'a yoshlarning hozir telefon o'ynash. Hozir hamma qarasa 5 ostida telefon o'ynaydi, to'xtamay telefon o'ynaydi. 1 minut telefonni ochmasa yoki bo'lmasa har xil masalan nima deb qo'yimiz qo'ylik, paranglish QQ deymiz yoki bo'lmasa undidor deymiz. Bu xil narsalarni to'xtamay tekshirishga qarab beqishga intiladi. Nima ish qilsa? Chunki dopamin ularning kallasida sen telefonni qarasang xushal bo'lsan deb va'da berdi. Ular o'zining telefonda nimani izlayotganligini bilmaydi, ammo ish qilib telefonni bir qatim izlasa, xushal bo'ldigandek tuyg'u keladi. Balkim bir atal uchir kelib qilishi yoki ma'lum odam ma'lum narsani yo'llagan bo'lishi ish qilib, ularning kallasida xuddi telefonni olsa xushal bo'ldigandek his qildi. Ammo telefonni ochgan vaqt ko'rgan hech qanday xushallik paydo bo'lmaydi. Bu nereden direkt berdi olsa, dal dopaminning qo'zg'alib ketganlikdan direkt berdi. Dopamin qo'zg'algan vaqtda odam shu ishni to'xtamay qilaverdi. Bu vaqtda u xushallik his qiladi, xushallik his qilmay, faqat xushal bo'lgandek tuyg'u his qildi. Unda qandaq narsa dopamin shakllantirdi? Bu alqiliq masala. Unda bizning dopaminimiz nima? Sizni iroda qilib yetib qolgan, sizni ma'lum bir pasib harakatga, nachar harakatga mubtilo qilayotgan, xumo qilib yetib qolgan, shuni to'xtamay qilib atgan xatoligini bilib turibmi qilayotganda, mushning o'zimi dopaminni qo'zg'alganlik. Unda dopaminni zot nima qo'zg'aydi? Dopaminni qo'zg'aydigan narsalardan birisi odam bir xil huzur paydo qilib qo'yadigan, masalan, puroq, tattiq puroq, andan keyin chiroyli narsalar yoki bo'lmasa bir odamning tattiq kulgini yoki bo'lmasa uchurlar. Masalan, boy bo'lasiz, manda qilsangiz, andaq bo'lsiz, mushni iste'mol qilsangiz siz sog'lom bo'lsiz degandek uchurlarning har qandig'i odam badanida dopamin qo'zg'aydi. Bu qo'zg'algan vaqt kishilar qanday qildi, shu narsani olmasa, shu narsani ishlatmasa, biyaram bo'lgandek. Shu narsani ishlatganda odamda kishilar tasvirliksiz o'zini tunib bilinmaydigan, o'zini his qilmagan bir xushallik uyushgandek to'lib ketadi. Shuna masalan bir bola yo'l ketib bordi. Uning bir qiz kulib qo'ygan bo'lsa, uning dopamin qo'zg'aldi degan gap. Bu o'g'ilda to'xtamay shu qizning telefonini so'rash yoki shu qizga gap qiz xushal bo'ldigandek, eng oxirida shu qiz bilan muhabbet to'y qiz xushal bo'ldigandek, ammo u vaqtim xushal bo'lmaydi. Eng oxirida balliq bo'z xushal bo'ldigandek, eng oxirida va hokazolar. Mushlarning hammasi nimani qo'zg'aydi? Dopamin. Masalan, sizlar qimmat baliq do'konga kirsanglar, ba'zi do'konlarning xushpuroq puraydiganini his qilsizlar. Bu puroqlarning hammasi nima paydo qildi bo'lsa, kallada bir xil men bayatın degandek dopaminni qo'zg'aydi. Bu qo'zg'algandan keyinlar siz osh narsani olsam xo'sh bo'ldigan o'xshayman, mushni olmasam bo'lmaydi ekan degandek bir tuyg'u paydo bo'lib qoldi. Shunga bundaq tanlov do'konga kirgan chuqum buni itib olib axloqatdi. Andan keyin basin so'msanglar, darhol dopamin qo'zg'alganda buningga qarshi chiqmoq intayin qiyin bo'ldi. Shunga esingizda bo'lsin. Sizlar mushu bulabmi yoshlar, mush yashash jarayonida chuqum ma'lum narsaga xumo bo'lasizlar, ma'lum narsaga mubtilo bo'lasizlar, ma'lum narsa to'xtamay kallanglik kirib oladi. Buni har qancha chiqirib yetaysanlar, chiqirib yetmaysizlar. O'zing qanday tuyg'u paydo bo'lsa, xuddi ashning erishsanglar xushal bo'lgandek his qilsizlar. Ammo bir narsani eson tutinglar. Dopaminning qo'zg'alishi hargiz odam xushallik bermaydi.
faqat xushallik berdigandek tuyuldi. Bu mundaqçını azdırış hesaplandı. Masalan, Riyen, yaş psixolog Riyen bunun resmini ma'qul yazgan. Yani bunun bir hidrogen, bir oksigen, bir hidrogen şeklinde alet bo'lgan. Anadaki meyada N2 aletni tasvirlagan. An ma'no tasvir qilsanglar bir xil ozdug'ichining surtida buni tasvirlab chiqargan. Şuna sizlar mushtasini tushgandan keyin yaxshi o'ylanib, zadim mening dopaminim nimado? Men zadim ma'lum ishqa aslida foydasi yo'q. Nemish bundaq mubtala bo'lib qolman deb o'ylagan vaqtinglarda anından keyin sizlar o'zingizga mundaq bir savolni qo'yinglar. Men mushni qilsam rost xo'sh bo'lamdim. Masalan, telefonni chuqur bir oq tug'uni keladi. Sizlar savol qo'yinglar. Mush oq tursam rost xo'sh bo'lamdim degan narsani o'tirib qo'yinglar. Şu vaqtda anında iken bundaq ishlardan tabiiy chekindiq ahvollar shakllanadi. Ba'zi yoshlarning masalan kompyuter uyallari xo'sh masalan kompyuter uyallariga oshiq bo'lib qoldi yoki xuma bo'lib qoldi. Bularning nima shakllandi desa, xud aşa kirsa xushal bo'ldigandek, ashini o'yinimiz xushal bo'ldigandek, ashini qiyis xushal bo'ldigandek bu bir tuyg'u bo'ladi. Shunga bu odamda tabiiy yetilgan, men bayatdan dedim-ku, odamning hayot qilish uchun, harakat uchun asli yetilgan narsa. Biroq bugun kun kelganda bu dopamin bizning nurg'un ishlarga, bizning xumoq, quyosh holatini shakllantirib qo'yadi. Ondan sonra dopamin to'g'riliq o'zingizning tushunmagan yoki so'moqchi bo'lgan savolingiz bo'lsa bo'ldi. Siz Yaxshimisiz deymonim. Aboy dedingiz bu dopamin degan bu narsa masalan odamning shu salbiy jihatdagi roli ortib ketib qolgan tarafdan so'zladingiz. Buning davosimi shu aktivmiş, yaxshi taraflardan, mesela yaxshi ish qilish taraflardan mı, shuni qo'zg'atib, shundan foydalanib bo'lamdi. Men bayatdan dedim, dopaminning asli xarakteri nima desa, ma'lum ishqa xushallik erishsanda va'da berish orqali mening eng cho'ng yolg'onchilik bu-chu. Mushu yolg'onchilik orqali masalan baxtlik bo'lasan, xushallik bo'lasan deb va'da berish orqali bizni ma'lum ishqa so'rab kirdi. Unda bo'lsa, dopamindan foydalanib bo'ldi. Agar biz ma'lum bir ishdan masalan bir bal o'rganish qilib berib qolgan bo'lsa, u o'zining o'rganish qilib, tirishib, muvaffaqiyat qozonib, o'zining millioner bo'lgan vaqtini, tushunalmi? Yoki qattiq qozongan vaqtini tasavvur qilsa, shu vaqt yana dopamin qo'zg'aldi. Buni aktiv ishlashim bo'ldi. Ya'ni ba'zi bizlarga nishonimizga qarab ketib qolganda, erib qolgan vaqtlarimizda o'zimizning shu nishonga erishmoqchi bo'lgan vaqtga erishgan vaqtimizni tasavvur qilib bersak, mesela tartış gücünün kanunu tüm şoğan. Özümüzün erişken vaxtlarını şu işini qazınıp boğandıkini təsavvür qıysak mı dopamin qozgulab durdu. Bu dopamin anadakinin hareketini, yana adamın hareket. Adam tən cəhətini herkes erip getmeydi. Adamın tən cəhətini erip getişi asasiyyətin külünmeydi. Bu nimidinsə royetin ardığan gep. Muşunda vaxtda dopaminden paylanış arqılıq üzünün şu hareketini davamlaştırışqa paylanış buldu. Onda olsa sizlərə 4-cü qətim söz edəğinim. Kinoylik qanqish. Kinoylik qanqish degan nima deganda, siz kallingizda ma'lum bir sizni azoblaydigan yoki sizni unutish tegishlik, unutishga orzu qiladigan ma'lum narsani chiqirib degan siri u yana kuchlanib qaytib keldi. Mana shu qanday qancha unutish uringan siri shuncha kallingizdan chiqetmaydi. Biz bu xil hodisani kinoylik qanqish deymiz. Kinoylik qanqishni masalan men bir misol olib beray. Mesela mening dadamning ismi Qurban. Sizlar hozir dadamning ismini Qurban ekanligini bildinglar. Unda bo'lsa sizlar mening dadamning ismini unutishga urinib qo'yinglar. Unutib ketinglar hozir. Siz unutib ketdingizmi? Unutib ketdingiz, cho'g'im unutib ketmisiz olmaydi. Unutdingizmi? Shunga o'xshash, qancha qatim mening dadamning ismini unutishga uringan siri, dadamning ismi kallangni shuncha qatim aslinib qoldi. Masalan, unutib ketay. Nimani unutdim? Qurban. Aslida. Unutib ketay. Nimani unutdim? Qurban. Demak, bundaq passivli unutishga tirishgan har qanday narsa, har bir qatim unutishga uringanda bir qatim kuchayib keladi. Biz bu nima deymizsa, kinoylik qanqish deymiz. Yoki bo'lmasa, bir yigit bir qizni yaxshi ko'ra qoldi. Bu qiz uning talabini rad qildi.
Şundan bu bala o kızın unutish uringansiri bu balaning qizga bo'lgan muhabbet kuchayib ketadi. Yakim 2 yosh to'y qilmoqchi bo'ldi. Ota-onalar uning qo'shilmadi. Qancha qo'shilmagansiri bularning irodasi shuncha kuchayib ketadi. Biz buni kinoyalik qanqishlaymiz. Ya'ni bu xil muhabbet qancha cheklangansiri kuchayib ketadi. Biz buni Romeo Julieta unumi yoki effekti deb atab qo'yamiz. Shunga ba'ziki nikah sirtidagi muhabbetning bu xil kuchayib ketishining sababi nima esa, bu xil muhabbet qancha cheklansiri, yushurun bo'lgansiri, ash odamga nisbatan bu xil muhabbet shuncha kuchlanib ketadigan ahvollar shakllandi. Yakons bir odam xizmat talab qilmoqchi bo'ldi. O xizmat talab qiladigan o'rin kirib, 100 tirani imtihon bermoqchi. O 100 tirani imtihon bergichining oldida qancha o'zini mukammal tutgan siri, qancha o'zi diqqat qilgan siri, uning shuncha taq chiqadi. Qancha o'zim tutib olay degan siri shuncha jiddilashadi. Qancha gapni yaxshi deydigan siri shuncha gapdan ezib ketadigan ahvollar shakllandi. Biz buni nima deymizsa, kinoyalik qanqash deymiz. Shunga nurg'un odamlar bor. Bularmi shu xomush qisi giribtor bo'lib qolganlarning ko'pinchisi o'zining kallasiga bu xil paspisatlarni kurash qilaverdi. Qancha chiqirib degan sira shuncha yenib kelaverdi. Bu nimani paydo qildi desa, mingida g'oyat zo'r besim paydo qilib qo'ydi ahvollar shaklda. Ondan kishilarda qandaq bir yakun chiqdi desa, menda chuqur bir chataq chiqibdi, kallamdan chataq chiqibdi degan mushundan keldi. Kallasidan qanday vaqt chataq chiqdi desa, ma'lum narsani unutish uringan sira. Masalan, buni menda o'zgarsak bo'ldi. Masalan, sinfdan men sizni chiqirib etdim. Urushib chiqirib etgandan tatipli menda g'am paydo bo'ldi. Nimish qilsa, qachon yenib kelar, qachon mendan o'chilar, qachon teg'imi qurollanib kelar deb o'ylayman. Demak, kalidan bunday narsa chiqish uringansiri, bu narsa odamni shuncha azoblaydi yoki bearam qiladigan ahvollar shakllandi. Biz buni nima deb ataymiz? Kinoyalik qanqish deb ataymiz. Undan buni qanday bir taraf qilish kerak? Undan bu xil paspisiyatlarni unutish uringansi kuchib ketadi ekan. Undan qanday qilish kerak? Men bir narsani deb qo'yasizlarga, odamning eng cho'ng bir ojizligi bor. U nima bo'lsa, bearam tuyg'udan qechishni orzu qildi. Badanmi shu, masalan, men chaqmoq bilan birisining qo'lining yeniga etkazsam, u cho'g'im qo'lini tortib oladi. Mingimi har qanday vaqtda bearam tuyg'uni sesla uningdan qechish urindi. Amaliyotda badan qachonligan bilan menga bearam tuyg'udan qachanmaydi. Shunga bu xil kinoyalik qanqishning aks ta'sirini kamaytirish uchun qanday qilmasa, bu xil bearamchilikni badanga his qildirib yutamiz. Badanni oqashgan bilan menga bundan qachanmaydi. Bu degan nima deganlik desa, masalan, bir odam azoblandi. Bu azobni chiqarish urni va kuchayadi. Bu agar to'g'ri usul nimasi, shu azobni his qilib beqish. Masalan, o'zini his qilgan vaqtda masalan, qusoq tarafi bir xil bearam bo'ldi, ichib pushidi, tishlari qiyishidi. Mushning hammasi buni his qilish deb ataymiz. Badan. Masalan, ba'zi ayollar shunday azoblangan vaqtda yig'lasa, ko'ngli yig'lasa bir xil yeniklab qolgandek his qildi. Nimish qilsa, yig'lash orqali badanni his qildirib, azobni mingni aram topqizish. Shunga mayl o'g'il bo'lsin, mayl er bo'lsin, mayl ayol bo'lsin, mayl qizval bo'lsin, bu xil azoblardan amal bor badanni his qildiruvchi kerak. Shunga men odat psixologiyada yig'lashni xato deb qaramayman. Erlar bo'lsa-mu, agar uning kuchli bir azob kelgan vaqtda u yig'lab etsa bo'ladi. Buning o'zimi nima deganda badanni his qildirish deb ataladi. Yoki uxlab etsin bo'ladi, yoki vaqirib etsin bo'ladi. Bularning hammasi badanga taqat qilish orqali yo'q qilish. Shunga sizning agar unutmoqchi bo'lgan narsalar bo'lib qolsa, bu narsani amal bor kallangdan chiqarishga hargiz urinmanglar. Balki shu hissiyotlar birga yashsanglar, bir mezgildan keyin u o'zini qo'yib beradi. Uning bilan hali qarshilashgan siri bu xil hissiyot qayta kuchlanib ketadi. Undasa, mush to'g'riliq tushunmagan savolingiz so'rasangizda. Siz. Unda o so'rab baqsam alim, men shu Robert Kleinninki Yaproqsiz Attirgul degan asarda mundaq bir jumla uchratgan, unutish uchun aslash deb. Men bu vaqt shu vaqtning o'zida tushunamaganman bu
cümleni. Şu hazırmış dersiniz anlagandık oylap kaldım. Adam şu ma'lum bir azap ne yoki o'zi kelgan bir kelishmaslikni deyli yoki azap deyli. Shuni unutish uchun adam ba'zi muvofiq daraja shuni eslab turishning o'zimi buni unutishga nisbatan azroq ilgirlatish kuch bo'la olamdi. To'g'ri. Buning ilmiy asosi bor gap. Biz bayatin degandek, uni qancha unutmayman degan sir eslaydi. Unda esa haqiqiy unutishni qanday qilish kerak desa, qasdan eslab turib bilish kerak. Burun o'tgan. Agar uning kallasiga xushal o'tgan kunlari yoki azoblagan vaqtlari, qanday xiyollar, qanday aslimlar bo'lsa, mushni qasdan eslab bergan siri, buning unumi bo'lgan siri tuvallaydigan. Bu dal aksi bo'ldi. Shunga sizning bu deganingizning bugungi darsimiz uchun bevosita munosabati bor. Ya'ni kinoyalik qanqashni o'ng'ishlash uchun bayatdan nima dedik-sa, badanni his qildirish dedik. Bu nima bo'lsa, osh aslimalarni eslab turibasimi, bag'an siri qo'yib turdi. Qancha aslimay degan siri buning odamga bo'lgan ta'siri shuncha kuchli bo'ldi. Ondan sonra sizlerge 5. qatım sözleydiğim nima degan vaqtda pushayman effekti. Yani effekti deganimiz odatda latinchadan bevos qabul qilgan so'zlar odatda unum. Yaxshi xanzucha showing deb qo'yamiz hamda. Unum deganni bildirdi. Bu bir xil avtomatik qo'zg'algan bir xil mexanizm. Ondan sonra men bu yerda ilib aytayotgan pushayman effekti degan nima desa, odam bir ishni iroda qildi, tuyuqsiz bayatimiz degandek o'zini mukofotlab selibla bu irodasini bir chekinib qolgan vaqtda pushayman qildi. Pushayman qilgandiklar bu harakatni yana qitim sonini xatoligini chiqaytiraverdi. Nima qilsa u men bir qitim xatolik qilgandan ikkinchi, uchinchi qitim xatolik qilsam ishni bo'lmaydi deb qaraydi. Masalan, bu odam tamak tashlagandi. Ammo 4-kuni amal yo'q chiqib soldi. Ma'lum sabablar tufayli yoki o'zini mukofotlab chiqib qoldi. Ham buning pushaymon qildi. Pushaymon qilib yana bir tatama chekdi. Ama bunun tunç hatalık nemese şu bir qitim çıkıp qağını. Qağalır çolsa onun nispeten hatalık tuyulmaydı. Şun adamның birinci hatalıkını çoğum eğer qıp qağan bolsa, onu çoğum yüzü keçirviş gerek. Onu keçirvetmegenden killam nemi şeklinde olsa bu hareketini qiliverdiği şeklinde. Mesela nurg'un yoshlarning zarga chekib qolishining sababim shu. 30-qitimni chekdi, o xatolik o'tkazdi. 2-chi, 3-chi, 4-chi uning xatolikda tuyulmaydigan qoldi. Nima qilsa, u hamda men o'ng'ish bo'lolmayman, yoki bo'lmasa, men mushni bilan ham tugdim. Yoki bo'lmasa Uyg'ur tilidagi taz bo'lsang gadengich bo'l degan narsa kirib qoldi. Amaliyotda tazningmi o'xshamaydigan shakllar bo'ldi. Manchek taz bo'lib qolgan, yoki manchek taz bo'lib qolgan, buning albatta farqi bor narsa. Ammo nurg'a odam kichkina ham taz bo'lib qolib tufayli hammerini tazqlaydi. Yoki bo'lmasa, pitning achchig'ida chapanni o'tqa selishga o'xshab qoldi bu. Yana bir kichik xatolik o'tkazib, bu kichik xatoni o'zi kechirib o'tmay, onunğa bu xatolikni to'xtamay sodir qilish. Shu buni o'xshashning masalasi nimasi? Chuqum odam o'zini kechirib o'tish kerak. Bunda ham nurg'a o'qishlar, shu men unda qilsam bo'lmaydi, o'zim yumshoqlik qo'lliq qilsam bo'lmaydi deb qaraydi. Men darsning dasbida sizlarga odam o'zini qancha irodalik bo'ldigansiz irodasiz ketadi deb qo'ydim. Nima degan vaqtda odamning masalan mushtni qancha tutgan sira bu mushning echilib ketishi shuncha tiz bo'ladigan gap. Shu ba'zi irodani bek chin qilib olsanglar, tasaddibi bu o'zingning tizib qo'ygan yoki o'zingning qilmoqchi bo'lgan azroq xato sodir bo'lib qolsalar, darholsilda bu ishni qaytadan asli keltirmaydigan ahvollar shaklda. Yoki menda misol ko'rsatay. Masalan, bir do'stim mening ko'nglimni ranjitadigan bir ishni qilib qo'ydi. Bu ranjitib qo'ygan ish qilgandan keyin men buni tilligan bo'lsam, men tillidim. Demak, u ikkinchi qitim meni ranjitdi. Chunki u Alloh bilan jazolanib bo'ldi. Uning ustidagi bir xil besim yengillab bo'ldi. Chunki men tilib etganligim uchun. Balki bu ikkinchi, uchinchi qitim meni yana ranjita olish mumkin. Nima qilsa, men uni tillab bo'lganligim uchun uningda ikkinchi qitim qandaqdir menga nisbatan pozitsiyasini o'zgartirishga majbur bo'lmaydi. Yoki bo'lmasa, bir o'quvchi topshiriq ishlamadi, o'qituvchi uni tilladi. Tilgandikilar uning topshiriq ishlamagani xatolikda. Ammo uni tilib etganlik uchunlar nim shakllarda bo'lsa, o'quvchida besim tuvallaydi. Chunki tillanganlik uchun. O ikkinchi qitim yana topshiriq ishlamas mumkin. Ammo buni o'zgartsak-chi, men eliq do'stim kechirib etsam-chi. U ko'nglim ranjitdi, men kechirib etdim. Uning nim shaklida, uningda cho'qim besim shaklida. Uning ikkinchi qitim menga
nachar muomala qilishi yoki bo'lmasa men norozi qilish fursati yoki mumkinligi chuqur tuvallaydi. O'quvchi topshiriq ishlamadi. Agar o'qituvchi buni kechirib bersa, sen nima qilibsan, men seni kechirib etdim. Balkim bu o'quvchi yana topshiriq ishlamasligi mumkin. Yana kechirib bersa, yana ishlamasligi mumkin. Yana kechirib bersa, hamon bu o'quvchi ishidan qoyil bo'lishga boshlaydi. Odammi shu. Agar biz o'zimizning ma'lum xatoligini kechirib etmay, o'zimizni ayblasak, bizda bir xil rahat tuyg'u paydo bo'ladi. Bu harakat yana qayta qilamiz. Yana ayblaymiz, yana bir iniklaymiz, yana qilamiz. Yana ayblaymiz, yana qilamiz. Agar biz o'zimiz kechirib etsak-chi, qayt kechirib etsak, bizning chuqum bu harakatni tuzishimizga aniq bois bo'ldi. Shunga ba'zi vaqt agar siz bilmay xatolik sodir qilib qolgan bo'lsanglar, bu xatolikni chuqum kechirish uchun bilishingiz kerak. Nurg'a odamlar deydi, unda qiysolmaydi, bu degan bir bana yoki bo'lmasa har xil gaplarni yakunlash mumkin. Ammo arqa marqa tadqiqot nima dedi degan vaqtda odam ba'zi o'zining qilgan xatoligini chuqum kechirib o'tish kerak. Shu vaqtda u o'ziga o'sha harakatni tuzlashga nisbatan bir kuchli besim shakllantira oladi. Xuddi bir odamni kechirib o'tgandek. Yoki bo'lmasa buni sizlar o'zingizlar sinab qilib baqsanglar bo'ldi. Siz do'stingni qancha kechirib o'tgansizlar, do'stingning sizga bo'lgan muomalasi shuncha yaxshilashib boshlaydi. Shuncha uning harakatini o'ng'ishay olasizlar. Dadimi balani qancha kechirib o'tgansizlar, bala shuncha harakatini tuzlashga boshlaydi. Masalan, nurg'un balalarning ba'zi xatoligini mesela tutuş için ata-onalar to'xtamay bulardan kirishib oldi. To'xtamay tillaydi. Tillagan siri amaliyotda bu bolalarning harakatida hech qanday o'zgarish bo'lmaydi. Chunki ata-onaning tillab bo'ldi. Tillab bo'lgandan keyin unga besim asosiyati yo'qolib ketadi. Uning harakatini tuzlash imkoniyati sal kuchli bo'ldi. Tuvan bo'ladi. Masalan, bolalarning bir o'g'il bolaga nisbatan apsi to'xtamay tillasa, to'xtamay nim qilsa yana kari yo'q. Ama dadisi bir ömür gap qilmay faqat qarab qo'ysam, harakatini o'zikidan o'ng'ishay oladi. Bu nimadan kelib chiqqan desa, dal mushkil hodisdan biz o'ng holat keltira olamiz. Shunga bolalarni tarbiyalashda chuqum kang qo'saq kechirib o'tish orqali oningdagi uning ba'zi harakatlarini tanishkili bo'ldi. Bu odamning psixikasi yomonlashib ketgan vaqtda. Nurg'a odam buni tushunmasdan o'zining subyektiv hissiyoti orqali jazo berishni, o'zini ayblashni tanlab turib oladi. Shunga o'xshamasdan, matematik chekmay bir chekib xato sodir qildi, o'zini ayblab, yana bir tatama chekib oldi. Bu buningdan keyin bu harakatni tuzlay olamdi, tuzlayolmaydi qanki. Shunga biz ba'zi o'zimizga bek qattiq qo'l bo'lib ketib qolgan vaqtda, o chaqda biz o'zimizning harakatini tuzlashga nisbatan bir qadar qiyin to'xtaydi. Bu men sizga so'zlamoqchi bo'lgan pushamay fikri. Undan so'ng men mush 5 qatimliq darsda sizlarga 5 xil nazariyani so'zladim. Sizning irodasizligingni keltirib chiqarayotgan yoki sizning muvaffaqiyat yo'lini to'sab qo'yayotgan yoki yerim yo'lda sizni chekindirib yetib qolgan yoki o'zingni bilib turib ba'zi ziyonli ishni to'xtamay qilayotgan mush narsalarni biz bag'ansa tushundirdik. Agar mush narsalar, mush nazariyalar kallang aniq bo'lgan vaqtda o'zingni turmushda mushning tushadigan ma'lum ishlar kelgan vaqtda siz tabiiy buning nisbatan aktiv holda mudofaa mexanizmi shakllantira olasiz. Unda olsa bugungi darsimiz müşahede ayaqlaşdı. Anlığınızla rahmet. Hoş.